Lev Nikolayevich Tolstoyning Iqrornoma asari avtobiografik asar bo'lib, 1870-yillar oxiri 1880-yillar boshida yozilgan. Asarning asosiy mazmuni yozuvchining ko'p yillik ichki kechinmalarini sarhisob qilish, og'riqli va ehtirosli izlanishlarda aziyat chekkan hayotning mazmuni haqida yangi tushuncha berish. 1882-yili Rus tafakkur jurnali may oyi sonida asarni joylashtirish rejasi bor edi. Ammo cherkov senzurasi nashrga keskin qarshilik ko'rsatdi. Asar ilk bor 1884-yil Jenevada nashr qilindi. Asar nima haqida? Lev Tolstoy bir kuni akasi kelib Xudo yo'qligini aytganidan keyin bolalikdan iymonni yo'qotganini yozadi. Bir muddatdan so'ng u ma'lum bir aqlli odamlarning iymondan voz kechishi haqida hikoyasidan keyin ibodat qilishni butkul to'xtatadi. Tolstoy Xudo oldida emas, balki boshqa odamlar oldida jismonan baquvvat, aqlli, boy bo'lishga intilib, nigilizm va o'zini takomillashtirish yo'lini tanlaydi. Keyin Tolstoy ehtiroslari va jinoyatlari haqida, jamiyatning ahvoli haqida, gunohlar rag'batlantirilgani haqida yozadi. Keyin u ijodga ishonishni boshladi. O'zi hech nima bilmay turib, boshqalarga o'rgatuvchi ruhoniy singari yashadi. Nega degan savollar, azob-uqubatlar, umidsizliklar yozuvchini hayotning ma'nosini izlashga majbur qildi. Hayot unga bema'ni va yomon hazil kabi tuyuldi. Ammo o'lim qo'rquvi bor edi. 1879-yil Tolstoy uchun burilish davri edi. Kiyev, Petyarsk, Troitsa, Sergeyevska lavrlarida kuzgi sayohatdan so'ng yozuvchi butunlay o'zgarib ketdi. U faqatgina iymon uni qutqarishini mumkinligini tushundi. Garchi u iymonni sodda va ommabop deb tushungan bo'lsa-da, bu uning uchun ruhiy shifo bo'ldi. Iqrornoma hayotdagi maqsadni topish, taqdiringizni tushunishni, juda ko'p savollarga javob topishni o'rgatadi. Tahlil. Rus adabiyotining milliy shon-sharafiga aylangan Lev Tolstoy yoshi 50 dan o'tgach, shon-sharafini, boyligini rad etadi. Chunki u ichki olamida vayrongarchilik his qiladi. U kimgadir o'rgatish uchun hech narsasi yo'q deb o'ylay boshlaydi. Hayotingizdan albatta ma'no topishingiz kerak. Yo'qsa biror kim egangizni yo'qotib qo'yishingiz hech gap emas deb yozadi adib. Uning hayoti moddiy va ma'naviy boyliklarga qaramay uni to'ldirmaydi. Hamma narsa bema'ni, majburlangan. Aytaylik, u olib boradigan hayot kino tomosha qilish kabi soxta bo'lib tuyula boshlaydi. Tolstoy nimani xohlasa, uni tub mohiyatigacha o'rganishni xohlaydi. Masalan, unga hayot kerak. U hayot mohiyatining suyaklarigacha borishni xohlaydi. Faqatgina terisini paypaslab ko'rish uni qoniqtirmaydi. Oxir-oqibat Lev bilimni tashlab, odamlardan o'rganishimiz kerak degan xulosaga keladi. Inson Xudoga ishonsa va undan ma'no topsa, ya'ni izlayotgan haqiqatini Xudodan topsa, o'z ehtiroslarini bo'g'ib qo'ysa, siz iymon bilan oziqlangan dunyoni topasiz. Yagona najot umidingiz iymondan. U buni topdi, chunki unda 50 yil mavjud bo'lgan ekzistensial og'ishlardan so'ng Tolstoy 82 yoshgacha yashadi va diniy masalalarda savollari ko'payib bordi. Hamma yozuvchilar biladigan dahshatli haqiqat bor, ammo deyarli hech kim asarlarini shon-shuhrat izlab yozilgan deb tan olmaydi. Tolstoy bu kitobida o'z asarlari shon-shuhrat parastlik, mag'rurlik uchun yozishni boshlaganini tan olganiga guvoh bo'lasiz. Endi yaxshilikka va mukammallikka intiladigan hayot bu cheklangan va keraksiz tasavvurga rioya qila olmaydi. Shuning uchun u yozuvchilar doirasiga kirib, shoirlar va san'atkorlarning e'tiqodi, ya'ni ijodning asl ahamiyati va qadriyatiga ishonishni boshlaganda, Tolstoy o'zida nochorlik, siqilish va bezovtalikni his qiladi. Chunki u bu sohada men nimani bilaman va boshqalarga nima o'rgatishim mumkin kabi fundamental savollar berishning hojati yo'qligini anglaydi. Chunki ijodkor o'rgatish qobiliyatiga ham ega bo'lishi kerak. Tolstoy aytganidek, u o'zini nimani o'rgatayotganini bilmasdan turib yozishi va boshqalarga dars berishi mumkin edi. Shuning uchun rus yozuvchisi izlanishni davom ettirishga qaror qiladi. Yozishdan tashqari undagi iymon faqat hayotning ma'nosini tushunishga yordam bermaydigan xurofot ekanini, ayniqsa yordamga muhtoj bo'lgan yosh, aqlli, mehribon akasining vafotidan so'ng anglagan edi. Tolstoy yozadi: u 1 yildan ko'proq azob chekdi. Nima uchun yashayotganini, nima uchun o'lganini tushunmay azobda o'ldi. Keyin unga chalkashlik va javobsiz savollar kela boshladi. Hayot to'xtadi va o'z joniga qasd qilish fikri bilan yashay boshladi. Siz faqat hayotning mas'ulligi davom etar ekan yashashingiz mumkin. Lekin kimdir bu maslikdan xalos bo'lganda ularning barchasi ahmoqona, yolg'on ekanini ko'rmasdan mumkin emas, deb yozadi Tolstoy.
Biroq bu falsafiy mulohazalar ham yozuvchini ishontira olmaydi. Yagona haqiqat o'lim, qolgani yolg'on. Tolstoy bu haqiqatni buyuk mutafakkir Suqrot, Sho'xingyo'r, Sulaymon, Budda misolida tasdiqlaydi. Men qarilik, azob va o'lim borligini bilgan holda hayotdan zavqlana olmadim, deb yozadi u. Adibni hayot ongi deb ataydigan va oddiy, savodsiz va kambag'al odamlarda kashf etgan juda kuchli tuyg'u hayotga qaytaradi. Bu kayfiyat iymon va ishonch edi. Qur'onnoma buyuk rus dahosi tushunish uchun eng asosiy kitob. Chunki u butun ichki tanglik inqirozini va uning butun hayotini belgilagan shaxsiy va ma'naviy izlanishlarni aks ettiradi. Barcha qaram-qarshiliklarni, afsuslarni, aqliy mehnatni, qidiruv va topilmalarni ochib beradi.